Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar. Mana bugun biz sizlarga 25-mart kuni olib ekilgan, Toshkentdan olib kelib Samarqandga ekilgan qulupnay ko'chatlarimizning holatini ko'rsatmoqchimiz. Aytganimizdek buni hozir faqat ko'paytirib olish niyatimiz. Holati mana ajoyib desa ham bo'ladi. Bu yerda hosillari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Bitta ikkita dona ko'chatda hosil qoldirganmiz. Qanaqa bo'lishini qiziqqanimiz uchun mana bu yerda ham hosil bor ekan. Bunga hozir hech qanaqa dori-darmon berganimiz yo'q, faqat shu sug'orish bilan shu darajaga kelgan. Yomg'ir bo'ldi. Yomg'irdan so'ng ustini yumshatib chiqdik, qotib qolgani uchun. Mana bu yerda hosillari o'zi pishib ham boshlabdi. Mana bu yerda yana ko'payyapti, novdalari chiqib.